Astrologiyada burchlar deganimizda 12 ta yulduz turkumi ishlaydi. Bularni hammamiz yaxshi bilamiz va tug'ilgan oyga qarab man baliq burjida yoki man chayon burjida tug'ilganman deb yuriladi. Ammo insonning hayotida barcha 12 ta burch ham hammasi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ularning ta'siri inson taqdirini 12 uyi, 12 yo'nalishi bo'yicha har biri bitta yo'nalishga javob berib, qarab, ana shu yo'nalish bo'yicha o'z ta'sirini ko'rsatib berib turadi. Shuningdek, eng asosiy burch 3 tasi hisoblanadi va 3-o'rindan boshlaganimizda bu aynan shu siz odatiy biladiganingiz, ya'ni tug'ilgan oyingiz bo'yicha quyoshga qarab belgilanuvchi burch hisoblanadi. Misol, mart oyida tug'ilgan bo'lsangiz, demak baliq burchi va hokazo. Shunday qilib hamma o'zining quyoshga oid bo'lgan burchini tug'ilgan oyiga qarab bilaveradi. Ikkinchi o'ringa kelsak, ya'ni yanada sizga yaqinroq holdagisi bu oy hisobi bo'yicha, ya'ni lunniy znak, oy belgisi bo'yicha aniqlanadigani. Va birinchi o'rinda bu albatta tug'ilgan vaqtingizda eng cho'qqida turgan yulduz burchingiz, ya'ni ascendent burchingiz hisoblanadi. Shuning uchun munajjim va yulduzlarning taqdir haqida aytgan gaplarini ogohlantirish va sizni qay tomon yo'naltirishayotganligini aniq va to'g'ri bilishingiz uchun albatta dastlabki ascendent hamda oy bo'yicha burchingizni bilishingiz shartdir. Bo'lmasa aslo o'zingizga oid ma'lumotni bila olmay bexabar yuraverasiz va asosan quloqingizga u yerda bu yerda chalinib qolayotgan munajjimlar bashorati siz uchun davomiy ravishda xato va to'g'ri emas bo'lib chiqaveradi. Unutmang, birinchi o'rinda ascendent bo'yicha yulduz burchingiz asosiydir. Ikkinchi o'rinda oy bo'yicha va uchinchi o'rinda quyosh bo'yicha. Quyosh bo'yicha albatta bilishingiz tabiiy, ya'ni tug'ilgan oyingizga qarab bu haqda yuqorida aytib o'tildi. Dastlabki oy va ascendent bo'yicha esa natal xaritangiz orqali bilib olishingiz mumkin. Bular sizning asosiy burchlaringiz hisoblanadi. O'zingiz aniqlay olmasangiz, albatta mutaxassis orqali aniqlab oling va to'g'ri munajjimlar ko'rsatmalaridan doim xabardor yuring. Haqiqiy ma'lumotlaringiz, hayotingiz davomidagi har bir bosqichingiz, xastaliklar, sevgi, mablag', daromad, foyda, zarar, do'st va dushman, xullas umum butun taqdiringiz ko'rsatmalari faqatgina aniq 3 ta asosiy burchingizning ko'rsatmalaridan kelib chiqadi. Buni bilishingiz zarurdir. Unutmang, yulduz belgilar nafaqat ko'p, balki hamma narsani aytadilar.